Bu hovli ertalab bunchalik go'zal ekan. Ha, va suv ham toza. Senga o'xshab. Sen ham go'zalsan, singlim. Oilamiz uchun hamma narsani qilaman. Men ham. Biz birgamiz. Bilasizmi, bizning ikki farzandimiz haqida o'ylasam, yuragim faxrga to'ladi. Ha, Alisher va Dilnoza. Alisher esa girnoshda, o'z do'konini ochib, oilaning selchi bo'ldi. U ajoyib o'qituvchi. Bolalikdan Alisher Dilnozani juda yaxshi ko'rardi. U singlisini ko'chadagi bolalardan himoya qilardi. Dilnoza esa akasi ishdan charchab kelganda choy tayyorlab, oyoqlarini uqalardi. Yillar o'tgan sayin ularning o'rtasidagi munosabat o'zgara boshladi. Avval buni o'zlari ham tushunmadilar. Faqat kechalari hovlining omonayda uzoq xoslashardilar. sen bilan bu yerda bo'lish juda yaxshi. Ak, men sensiz bir daqiqam yashay olmayman. Lekin bu hissiyot oddiy aka-singillik emas. Men qo'rqyapman. Nima bo'ldi, Dilnoza? Men ham shuni his qilyapman. Lekin biz aka-singilmiz, bu gunoh. Bu muhabbatni yashirish juda og'ir. Bilaman sevgilim, lekin bu faqat bizga tegishli. Kechalari biz faqat o'zimizniki. Ha, va bu yetarli. Derazani uylarda. Alisher bozorda ishlayotganda ham telefoniga qarab, Dilnozadan kelgan yashirin xabarlarni o'qirdi. Yomg'irli kunda Dilnozaning xonasini tozalayapman. Qara, bu yerda kichik xat bor ekan. Unda Sizlar bu oilaning obro'sini yerga urib tashladingiz. Samarqandda endi biz qanday yuz bilan yuramiz? Rustam aka, men tushunmadim, nima bo'ldi? Nima bo'ldi deysanmi? Hamma gap shu qog'ozda. Bu Alisher, nima qilding? Yuragim ezdi. Men qilib qo'ysang aybsiz. Alisher, bas qil, Dilnozani xonaga qamab qo'yamiz. Ha, to'g'ri. Dilnoza, sen xonaga kir. Yashikni qaplaymiz. Dilnoza, nega buncha xafa bo'libsan? Hech narsa. Kechasi yaxshi uxlamadim. Yig'lamang bolam, ertaga hammasi yaxshi bo'ladi. Dilnoza, seni ko'rib turibman. Yuragim ezilyapti. Dilnoza, men sensiz yashay olmayman. Qo'chamizmi? Rossiyaga boramiz. U yerda hech kim bizni tanimaydi. Boramiz sen bilan qayerga bo'lsa ham. Shoshilmasdan xavfsiz bo'lishimiz kerak. Tushunarli, bir necha kun yashiringmiz. Tayyorlanamiz, hech kim bilmasin. Tezroq, kechikib qolishdan oldin ketishimiz kerak. Ha, men tayyorman. Hamma narsani oldingmi? Ha, kiyimlar va pul, mashina tayyor. Toshkentdan keyin Rossiyaga uzoq yo'l. To'g'ri, boshladik. Yo'l juda qiyin o'tdi. Sovuq avtobuslar, uzun poyezdlar, chegaralarda qo'rquv, pul yetishmasligi. Lekin ular bir-birining qo'lini siqib, biz birgamiz, barchasi yaxshi bo'ladi. Ha, biz birgamiz. Moskvaga yetib keldik, Dilnoza. Ha, Alisher, endi boshpana topishimiz kerak. Mana bu yerda kichik xona bor. Ijaraga olamiz. Sen qurilishda, Keyin boshlanish, Dilnoza. Endi men senga xotinman. va men senga eriman. Hayot qiyin bo'lsa-da, muhabbatlarimiz kuchli edi. Alloh sevgingizni doim asrasin. Alisher, men homiladorman. Bola? Bu ajoyib xabar. Barakalloh. Alloh duo qilsin. Bu bizning sevgimizning eng go'zal mevasi. Ha, Allohning inoyati bilan. Bu buyuk ne'mat. Hammamiz baxtiyormiz. Kutayapmiz inshaalloh. O'g'lim, sen bizning yangi hayotimizning boshisan. Qizalogim Sitora, sen bizning baxtimizsan. Ha, Alisher, u juda chiroyli. Voy, Sitora akasini ko'radi. Ha, endi 4 kishilik oilamiz baxtli. Ustaxonamizda hamma narsa tayyor. Assalomu alaykum. Bugun 24 qism. Bu detallarni 4-bo'lib boshladim. Hovlimizni ko'ring. Biz Moskva yaqinidagi kichik hovliga ko'chib o'tdik. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr. Biz Samarqandni, ota-onamizni yo'qotdik. Lekin sen va bolalarimizni topdik. Muhabbat hamma narsadan kuchliroq ekan. Men sen bilan o'tkazgan har bir kundan afsuslanmayman. Goh-goh Samarqandga qo'ng'iroq qilishardi. Gulnora opa endi sekin gaplasha boshlagan. Bolalarim sog'mi deb so'rardi. Rustam aka hali ham qattiqroq edi. Bobomiz telefon qilyapti. Ha, bobo. Agar qalblaringiz toza bo'lsa, Xudo yo'lni topadi. Men sizlarni kechirdim. Rahmat, bobo. Biz hamma narsani yo'qotdik, lekin chin muhabbatni topdik. Muhabbat hamma narsadan kuchliroq.